Assalomu alaykum. Videochimiz Urganch shahar Mashal musiqa maktabining yonida. Yanimiz Mashal, yanimiz yana musiqa maktab. Yani o'tkazingizda manej, arkada toza institutdan qurib turibdi. 5 etajli novostroyka domni 4-etajında 3 xonalı 86 metr kvadrat Euro remont kvartira sotilar ekan. Shuni ko'rib chiqamiz. Orientirimiz Mashal musiqa maktab. Yanimiz yana Mashalning Perekroskasi. To'g'risida bozor. O'ng'aylansangiz Gavhar, Saltanat, yan tarafimiz manej. Lokatsiyasi vaqti zo'r. Maktab, bog'cha hamma narsa yonida. Marshrutdan muammosi yo'q. Siz joyingiz bilan ko'rib chiqamiz. 4-etajga yetib keldik. Liftlarimiz ishlab turibdi. Ko'rib turibsizlar. 5 etajli dom, 4-etaji. Shu xonadonimiz bo'ladi. Toza remontdan chiqqan. Bismillah deb bir qator ko'rib chiqamiz. Sen kısmına gelip geldik. Prixoshga, beramizdan Prixoshga ishdan kelganimizdan keyin tushgan berimiz. Prixoshga mebel qo'ysangiz, bo'lmasa beri oyna qo'yib bersangiz bo'ladi. Tak, oyoqlarimiz laminat pol. Toza remontdan chiqibdi, Euro remont. Eshiklarimiz yana skromli oppoq eshiklardan qo'yilgan. Yaxshisidan. Stolarga e'tibor berasizlar. Tak. Rakovinasi qo'lyodan, otoplenyalar tashalgan, bo'yalgan ham berimiz. Fartuqlar urilgan. 60-20'lik. Tak, birinchi xonamiz spalniy, ikkinchisi ham spalniy, uchinchisi zal, to'g'ridagi kuxnya, sanuzel, hojatxonamiz. Bir chetdan ko'rib chiqamiz endi. Uzoqdan ko'rinishi, patoloqlarga e'tibor bersa, chetlari gipsokarton, o'rtasi adashmasam matviy natijani yo bo'lmasa ham gipsokarton o'xshaydi. Birinchi xonamiz berimiz. Hojatxona joyimiz. Oyoqlarimizda kabel bosilgan, 60-20 ham yerdan bosilgan ekan. Rakovinasi, umsozlarimiz qo'yilgan. Nasosga suvchi, nasos ham qo'yilgan. Nasos ham suv chiqadi lekin nasossiz ham. Keyingisi vanna joyimiz. Ishga e'tibor berasizlar, hammasi bir xil. Vanna joyimiz, otopleniyasi bor. Bu yerda pinasi uchun to'shcha qo'yibdi. Nima uchundir? Uqaloqonalar qo'yilgan, qo'shiraydi, buni top-toza. Hali Malakan isi gitmiyor. Yanımız kuxnya joyimiz, raktelerimiz, laminat pol, devorlarimiz oboyagan, stennik kotellarimiz qo'yilgan, Rus firmaniki, batareyalarimiz bor. Bedene kanalizatsiyan to'chkaga kelib turibdi suvniki, suv so'q suv. Lustralar qo'yilgan hamma yerine. Keyingi xonamiz zal. Zal ham keng tushgan, ajoyib. Remontdan ham вообще kerak yo'q. Потолокlar chetlari gipsokarton, o'rtasi matviy natijnoy, lustralar asosan, devorlarimiz fonda, ramishning dizaynida remont etilgan. High-tech variantda. Batareyalarimiz qo'yilgan, oynalarimiz ko'rtuslar, uyni yorug'ligi ham ko'rtuslar. Yorug'likdan вообще gap yo'q. Rozvetka joylarida javob turibdi. Lustralarimiz qo'yilgan, lustralarni ulusidan ajoyibundan qo'yilib turibdi. Bu zal. Где-то bir 420 ga 6 razmer bor. 4,5 6. Keyingi xonamiz spalniy bo'ladi. Beramina ramishning dizaynida ishlangan, fon urilgan ekan, lustralar asilgan, batareyalar qo'yilgan, oyoqlarimiz laminat pol. Oynalarimiz akfa. Podokoniklari qo'yilgan. Asosiy ham tashalgan chetini. Eshiklarimiz o'rnidan qo'yilib turibdi. Oxirgi spalniyamiz. Spalniy. Berimiz oboyagan, oyoqlarimiz laminat pol, batareyalarimiz qo'yilgan, ochiq balkonimiz bor bu yerda. Ochiq balkon. Yorug'lik zo'r. Gün tushagan tarafi domimizning polnishda ham maynasına quyosh tushadi. 5 etajli novostroyka dom, 4-etaj, liftimiz bor, liftimiz ishlab turibdi. 86 metr kvadrat, Euro remontdan chiqqan, hali odam yasholmagan kvartiramiz sotiladi ekan. Bahosini keladigan bo'lsa, $48,500 ozgina o'tib beriladigan yeri bor. Orientirimiz bir tarafimiz manej, manejning orqa tarafi hisoblanadi. Bu tarafdan Mashal musiqa maktabidan yetkazingizlar ham bo'ladi. Sim do'kon yandan, bu yandan manejandan yetkazingizlar ham bo'ladi. Bunda toza institutdan qurilgan. Ranchmi,
Ma'munmi, adını bilmem. Toza institut. Qurilayotir. Bitti почти. Esa videoning yakunlaymiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yamiz. Videoni joy qidirib yurgan donishmasa tashakkur qilsangiz bo'ladi. Joyimizda вообще gap yo'q. Ajoyib remont bo'libdi.